zo'r ehtirom bilan albatta sizlarning ilk bora qo'llaringizga qalam tutqazib ta'lim va tarbiya bergan ustozlarimiz, ya'ni kim birinchi ustozlarimizni Bibi Robiya opamizni qolaversa Quvvatjon akamizni davramiz markaziga taklif qilsak. Gulbozor opamiz bor ekan, mana shu yerda birinchi ustozlar taklif qilamiz. Marhamat kelsinlar. Ko'nglimda, qalbimda uyg'otolgan qiz, har bir nasihati ketmagan bejiz, ta'rifiga topgan so'zlarim ojiz. Ustoz azizlari, ustoz azizlari. Hurmatli akalar, hurmatli opajonlari, qo'llarimiz bir buyukdan bosh bo'lsa, chiroyli gulroz davomiy arsiy bo'lsin ustozlar uchun. Rahmat. Avvalambor ustozlarimizga assalomu alaykum deyman. Mana shu kechamizda ko'rib turganimizdan behad xursandmiz. Shogirdlaringizga bo'lgan yaxshi niyatlaringiz marhamat keling. Assalomu alaykum aziz davradoshlar. Mana bugun sizlarning shunday orzu qilib kutgan 20 yillik to'yimda o'tirgan ekanmiz, to'yimizda kechirasizlar. Sizlarga birinchi bor sog'lik, salomatlik tilayman. Oilangizda xotirjamlik tilayman. Hamisha shunday ochilib, sochilib, kulib, yaxshi kunlarda cho'shib tilab qolaman. İşlerimizde omad, hammamiz sog' salomat, neki orzu niyatlarimiz bo'lsa to'siqsiz ro'yobga chiqsin deb sizlarga doimo sog'lik tilagan holda tabriklar, birgalikda yaxshi o'tkazaylik inshaalloh. Boyaga aytganimdek, ota-onalaringizning hurmatini qilsangiz, bizni hurmat qilgan bo'lasiz. El yurt uchun xizmat qilgan bo'lsangiz, bizni hurmat qilgan bo'lasiz. Shu istaklarni ro'yobga chiqarib, yaxshi yurishimizni tilab qolaman. Assalomu alaykum, hurmatli mana bugungi kecha qatnashchilari, ustozlar, o'quvchilarimiz. Mana endi 20 yil bo'lib qoldi, mana kichkinagina jajji farzandlar edingizlar, kichkinagina qizlar, yigitlar edingizlar. Yürüyotgan yollarımız hamisha yeşil bo'lsin. Baxtli bo'laysizlar, semyalarimiz mahkam bo'lsin. Yilga bir o'rnak ko'rsatganday farzand bo'laysizlar. Elimiz tinch bo'lsin. Hammangizga baxt tilayman. Yangiliklarimiz hammangizga qutlu bo'lsin. Uylarimiz, joylarimiz, kelinchaklarimiz, farzandlarimiz hammangizga shunday kunda qutlu bo'lsin aytib qo'ying farzandlarim. Hammangizga. Baxtli bo'laysizlar, o'sib o'ng'aysizlar, xatarlaringizdan kam bo'lmag'aysizlar, elimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz hamisha ochiq bo'lsin, bulut bo'lmasin. To'y bo'lsin uylaringizda, to'ylaringizga biz ustozlarni chaqirib turgaysizlar. Endi men uqqanroq adamman. Men hozir shunday bir hayajondaman. Bu anamına ortiqcha gapning keragi yo'q. Haqiqatdan men sizga o'qitganman, o'qima ishonmay turibman. Men nega ishonmay turibman savol bo'lsa, mening esimda turibdi. 90-yil keldingizmi maktabga? Ha? 90-yilmi? Ha? Yaxshi mayli. Şu vaqtdagi halınız menikinde resim var edi, men bugün ulguramadım. Men sizlerdi tanımay turibman hozir. Ko'plariniz de meni kechirasizlar, ballarım. Men tanımay turibman. Haqiqatda men o'qitgan bo'lsam, men dunyoda baxtli odamman. Agar men sizlarga bir og'iz yaxshi so'z aytgan bo'lsam, shundan şeyler faydalangan bo'lsangiz, mendan baxtli inson yo'q. Men shuning uchun ham 80ga kelganman yaqinda. Şu şeylerden hem hizmetiniz var, hürmetiniz var bana. Hürmetiniz var. Ben sizlerge şunu dileyim ben. Men misal için bir orta hal okutuvçum. Bilesizler hemmeniz, uyumdayım, yaşağımdayım, vallahi. Sizler menden kam olmağaysızlar. Kasbiniz var, berinizdir. Aileniz var, hemmenizdir.
mana hammangiz o'ynab kulib o'tirsizlar. Meni o'yinga taklif etib o'tirsizlar. Rahmat. Mening mana qarang, mening nevaramdek adamsizlar. Men sizlarning yoshingizni 80-yil bosib o'tib ketdim. Hisoblab ko'ringlar. Men sizlarga nima tilab o'tirman. Mana men keldim. Tushunganingiz tushunasiz, tushunmaganingiz hurmatingiz bor. Men 50 yoshimman, xudo xolasa, shu olsun. Bärimizge aileniz tinch olsun, o'stirib atgan o'quvchilardan ratim ko'rib, bizlarga bir kerakimiz yanagi o'yinga tafsir etganda o'tirib bir narsani o'yladim, munojat qarshima borib, o men endi 80 ga chiqqan odamga, qani edi bu 80 ga chiqqanlardan yubiley bo'lib bir 20 kampir o'rab tursa bu. Men hatta yalaman. Sebebi bo'lmaydi menga. Endi tushunasizlar. Biroq keldim hurmatingiz. Men shuni tilayman sizlarga, boshqa tilagim yo'q. Xudo xolasa meni hozir yaxshi qilma, oxirina deyin yaxshi bo'ladi. Bizlarning hayotimiz barvon bo'lsin, umrimiz hajlik bilan o'tsin, yaxshilik bilan o'tsin. To'ydan boshınız çıkmasın, azgana pul topsanız dost yarmına rahmat. Ustozlarimizga katta rahmat. Endi ustozlar kelinglar, shogirdlaringizning mehr muhabbatiga tayyorlangan chiroyli bir sovg'alari bor. Taqdim qilsinlar. Shogirdlar, marhamat olib kelasiz, marhamat, keling. Tabriklaymiz, mana shu kechalari muborak bo'lsin hammalariga. Ustozlar, marhamat kelinglar. Keling. Bizani ko'p topdim dedi. Biz esa ekan, davlat ishida ko'z bo'lmasin. G'am chekkan odamga eng oliy manfaat oilasi tinch bo'lsin, bo'lsin mustahkam. Bunday baxt topganga omadlar yodir. Mustahkam oilada kelajak bordir. Ustozlarga katta rahmat. Tashrif uchun, hurmat uchun, chiroyli bir raqs uchun ming tashakkur. Endi adashmasam ustozlar, shogirdlar yo'llarida turgan holda kechamizni eslar uchun chiroyli bir rasmlashib qo'ysinlar, marhamat. Bu oqshom bu kechasida xizmatimizda O'zbekiston tantanalari kashonasi hamda mana shu kashona fotografiyatlari yigitlar qizlar katta rahmat, elga xizmat, oliy xizmat deyishadi. Biz qatori xalqimiz quvonchli kunlarida xizmat qilishdan hech qachon charchamasınlar. Marhamat, kelinglar. Diydor kechamizdan esdalik uchun chiroyli bir rasmga tushib qo'yamiz kerak. Ustozlar hamda mana shu kechamiz qahramon bor bo'lsalari davramizga tashrif buyuriladi. Marhamat. Ortiqboy akamizni yana bir bora taklif qilar ekanmiz. Shogirdlarni to'yora sovg'alari bor. Kesinlar Ortiqboy aka. Yo'llarida esa fizika o'qituvchisi Amonboy akamizni taklif qilamiz. Birgalikda jismoniy tarbiya o'qituvchisi Hamidjon akamizni taklif qilar ekanmiz. Hamda Bekmurod akamizni yana bir bora davramizga taklif qilamiz. Birgalashib hozirgi kunda 22-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida direktor lavozimida ishlab kelayotgan ustozimiz Azimboy akamni davramizga zo'r ehtirom bilan taklif qilaman. Yo'llarida kelsinlar. Matematika fan o'qituvchisi Madrim akamiz, birgalikda rus tili fan o'qituvchisi Madad akalarimizni davramizga taklif qilsak, barcha nomi chiqqan ustozlar kelsinlar birgalashib. Boshing omoni toshdan mehr gazaverchan. O'zgaga ham salomatlik tilaverchan. Umr qisqa o'tar yo'llar uzun ekan, yaxshiliklar bilaverchan. Albatta mana davramizga hozirgina
Mana shu ustozlarimiz tashrif buyurdilar. Mana shu insonlarga yuzlangan holda tilak va tabriklarni eshitish niyatimiz bor. Tabriklaymiz barchangizga, mana shu kechalar muborak bo'lsin. Marhamat keling. Bo'ladi. Hurmatli shogirdlar, mana yana takror so'zlashga to'g'ri kelyapti. Mana sizlarning bitirib ketganingizga 20 yil bo'lgan. Holbuki 1 minutda kosmonavtlar kosmosga uchadi, 1 minutda olimlar tug'iladi. Ajab emas, sizlar ham kosmonavt bo'lib ketsanglar, olim bo'lib ketsanglar, sog' yursanglar, salomat bo'lsanglar, kulib o'ynab yursanglar, shuning o'zi bizlarga katta davlat, katta baxt. Yerimiz ravnaqi uchun shu sog' salomat bo'lasiz. Oila a'zolaringizga sog'lik tilayman. Mana davramiz yaxshi ketyapti. San'atkorlar davomida shularni eshitib, maza qilib o'tiraveradi. Rahmat. Yana hurmatli tabriklaymiz Ulug'bek. Shu o'zingizga rahmat, tasanno. Yubileylaringiz qutlug' bo'lsin. Keyingi yillari 30 yillik 40 yillik yubileylar o'tadilar. Tashkilotchilarimizga rahmat. Hammamizning oilamizga tinchlik, omonlik, ular yapgan bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Hurmatli o'quvchilar, men bugun uchrashuvimizdan xursandman. Birinchidan taklifimizga rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli o'quvchilar, mehmonlar, hamkasblar, shogirdlar davrasida hammaning o'sha bo'lmaganlar oldin o'tkazgan o'quvchilarimizga yubiley sanasiga uchrashdik biz. Shu munosabat bilan tabriklayman hammangizni. Hammangizdan oilalaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga ro'lat. Yanagi yubileylarda 30 yil, 40 yillik yubileylarda ham sog' salomat shu davrangiz saqlangan holatda uchrashib turishlaringizni tilak qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammangizga Yubiley qatnashchilari, mana sizlarning maktabda qolmaganingizga 20 yil bo'libdi. Hammangiz o'zingiz bir oilada, har kim o'zi bir istagan bir kasb egasi bo'lib o'tsinizlar. Iloyim sizlarning ishlaringizga, oilangizga tinchlik tilayman. Hamisha shunday bir o'zimizda uchrashmoq nasib etsin. Alo. Qurbonov, yerdasanmi? İbadlar yapqandan keyin, yo'lda chiqqandan keyin og'ir so'z berdingizda eshitdimlar og'ir. Ha, bormi og'ir? Har qaysingiz har yerda Habib boshchiligida. Buni shuncha ustozlar hurmat etib kelyapti. Buni Ortiqboy aka, Begmurod aka, Yendirboy aka, hammasi ustozlar. Buni Azimjon, hozirgi kundagi maktab direktori shu yerdagi men shogirdim Azimjon. 78-yil bismillah deb shularga rahbar bo'ldim. Shuning uchun sizlarga yana bir marta sog'lik, salomatlik, oilangizda tinch totuvlik, ishlaringizga rivoj, vaqt qurbonlik meniki. Sog'lik, salomatlik tilayman. Ne deymiz? Iloyim 40 yillik yubileylaringizda uchrashmoq nasib etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Aziz bugun shu 20 yil qatnashchilarga shu raqam uchun bunga masala shu masalalarni mikrofon motola bo'lsa-madi? Mikrofon. İşlerinde aman olsun. Hamisha oilangizni tinchlik topib, yoki hamma o'zining kasbiga egasi, maqbul tasir bo'lib, yo'lda kelajakda otasi tarbiyasida qolmay, sizlarga hadiylik yillik kelajak o'zlaringizni bizni hamisha yaxshi bo'lsin.
Tashkilotchilarga rahmat. Ustozlarimizga katta rahmat. Avvalambor e'tibor, hurmat, tashrif uchun ming tashakkur. Qani, marhamat ustoz keling. Keling. Demak, shogirdlarni sovg'alarini qoplaymiz, marhamat kelinglar. Kamera. Endi hurmatli ustozlar, Diydor kechamiz qahramonlari, ustozlar. Endi iltimosim bor, hamma o'zicha ajratilgan o'rindiqlarni egallasizlar. Ustozlar, marhamat, hamma o'z o'rnlarini egallasizlar, iltimosim. Egallashni iltimos qilamiz, marhamat. Akalar, opajonlar, 2 daqiqa diqqat e'tiboringizni men tomon qaratishingizni iltimos qilmoqchiman. 2 daqiqa barchangizga. Mana bugun sizlarning hurmatingiz davramizga ko'plab san'atkorlar tashrif buyurish kutilmoqda. Hozirgina mana Xo'jayli tumanidan Shovvoz xonanda Qoraqalpoq estrada san'atining yorqin vakillaridan biri sizlarni qutlab mana davramizga tashrif buyurdi. Shunday ekan, sahnamizga Sarsenboy Haybullayevni taklif qilamiz, yaxshi niyatlarni bildirsinlar hamda sizlar uchun Larabot yumurishlarini taqdim qiladi degan umiddamiz. Sarsenboy, marhamat keling. Aka, kunim qolmasin. Sizlar uchun jonli ijroda Sarsenboy kuylaydilar. Marhamat keling. Assalomu alaykum hurmatli barcha avliyolar, qadrdonlar, quvonchli kunlaringiz o'ng bo'lsin, 20 yilliklaringiz. Xudoyim sog', ustozlar oldida ustozlaringiz sizlar oldida biz Jo'rabekning atidan inobatimiz marhamat. Ajoyib qo'shiqlarimizdan marhamat.
Және меймандарымыз үшін қонақтарымыз сұраулары бойынша мархамат. Еңгілеген yoshlik chog'imda qo'shiqlarni